Undan keyin yana til ofatlaridan bir ofat, mashoyixlarimiz aytishadiki, bu gapirayotgan gapini aniq qilmasdan noto'g'ri gaplarni tiliga olish. Din, diyonat, e'tiqod, shariat bobida ko'proq bo'ladi bu gaplar. Gapni qarasangiz sirtidan chiroylikka o'xshaydi, lekin tahlil qilsangiz ichida kufr bor, shirk bor, fisq bor, noto'g'rilik bor. Bir odam payg'ambar alayhisolatu vassalomning majlislariga kelib o'tirdi. U zoti va barakotga o'zini qiziqqan masalasi, o'ziga kerakli mavzuda bir qancha gaplarni gapirib kelib turib, inshaalloh va shi'ta dedi. Mana u bo'ladi, bu bo'ladi deb turib, inshaalloh, Alloh xohlasa va siz xohlasangiz bo'ladi dedi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni achchiqlari chiqdi. Inshaalloh va shi'ta demagin dedi. Mani Allohga sherik qilmagin. Faqat Allohni o'zi xohlasa bo'ladi dedilar. Arab tilida, ya'ni kelib turib haligi odam gapida Alloh va siz xohlasangiz dedi. Alloh so'ziga payg'ambar alayhisolatu vassalomni siz deb, demak va bog'lovchisi bilan bog'lab qo'ydi. Buni payg'ambar alayhisolatu vassalom o'zlarini Allohga shirk keltirganlik deb baholadilar va haligi so'zlovchini qattiq so'kib, unaqa qilmasligini buyurdilar. Faqat yolg'iz Allohni o'zi xohlasa bo'ladi. Mani Allohga shirk qilmagin dedilar. Adl degan hadisda tengdosh degani. Yana bir shunaqa gap bo'lganlarida aytdilarki, yo'q, undoq demanglar menga. Inshaalloh va shi'ta demanglar. Alloh va siz xohlasangiz demanglar. Balki, inshaalloh thumma shi'ta. Agar Alloh xohlasa, so'ngra siz xohlasangiz deylar. Va demanglar. Qarang, juda nozikda endi. Va so'z. Shuning uchun bizda juda yaxshi ibora bor. Avvallo Allohu qolaversa sizlardan ham umid qilamiz deyiladi. Avval asos, e'timod, suyanchiq Alloh. Har bir narsani bo'lishi, bo'lmasligi, yuzaga chiqishi, chiqmasligi Alloh taoloning o'ziga bog'liq. Endi bandalar sababchi bo'ladi. Shu sababchini albatta keyin aytish kerak-da. Allohga tenglashtirib qo'ymaslik kerak. Mana shu narsani Rasul akram alayhisolatu vassalom yaxshilab tushuntirib aytganlar. Bir odam xatib ekan.